Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun ko'pchilik qiziqqan shu vizitkamiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Xo'p, bu yerda men uni kamerada skaner qilgan yozishtirib qo'ydi. Shunaqa programma chiqadi. Bu programma nimalarni sizga aytib beradi bizda do'kon haqida. Xo'p, birinchisini bosganimizda menga telefon qilish imkoniyatini berdi. Kontakt nomer ko'rinadi. Telefon qilib ma'lumotlar so'rasangiz bo'ladi. Ikkinchisi do'konimizning domashniy nomeri. Uchinchisi Telegram, WhatsAppdan menga yozsangiz bo'ladigan holat. To'rtinchisi bizning Telegram gruppamiz bor. Shu gruppamiz haqida ma'lumot beradi. Gruppamizda sizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar topishingiz mumkin. Yangiliklar tashab turamiz. Xo'p, yana nima qulayliklari bor deganlar uchun, hop, pastda lokatsiyamiz bor. Lokatsiyani bosganingizda Google kartasidan Chus Ariston deb yozsangiz chiqadi. Bu yerda bizning barcha ma'lumotlar, necha soat ishlashimiz haqidagi ma'lumotlar, do'kon haqida bilsangiz bo'ladi. Xo'p, yana nima bor? Xo'p, yana qulayliklardan ustalarning nomerini joylab qo'yganmiz bu yerga. Har bir hududni o'zingizga ma'qul bo'lganini tanlab ishidan bossangiz kontaktingizning nomeri ko'rinadi. Mana raqam jo'nakasi bor chiqadi. Telefon qilib gaplashib ishingizni bitirsangiz bo'ladi. Bu yerda har bir mahallalardan yozganmiz 50 tacha usta bor. O'zingizga yaqin bo'lgan joydan tanlab ishingizni bitirsangiz bo'ladi. Hozircha shular. Yanada ko'plab ma'lumotlarni tayyorlashga harakat qilamiz. Sizlar bilan Nosirjon Ma'rupov bo'ldi. Bu YouTube kanalimiz. Instagram hammasi bossangiz chiqadi. Do'konimizda kutib qolamiz.